Qanaqa qilib BTS konsertiga bilet sotib olish mumkin? Bu videoda to'liq ma'lumot shak-mashak qilib sizlarga aytib beraman. Yaxshilab shuni eslab qolinglar va yozib olinglar. Chunki yaqin orada BTS o'zidan o'zi negadir anons chiqazdi. 5 oy oldin Aziyani biletlarini sotilishi boshlanyapti. Bu juda qo'rqinchli. Hech kim tayyormas edi. Men ham tayyormas edim, chunki men o'yladimki 2 oy oldin bo'ladi biletlarni sotuvi. Lekin bu safar 5 oy, xuddi Blackpinkga o'xshamdi. Blackpinkda shunaqa bo'lgan. Xullas, kelinglar yaxshilab tayyorlab olamiz. Bu videoni срочно porядкada chiqazdik. Sizlar 27-maygacha hammasini qilib olishinglar kerak. Ya'ni, birinchisi bu membership haqida gaplashamiz. Qog'oz ruchka olib olinglar, hammasini yozib olinglar, chunki menda shuncha narsa qolishi juda qiyin. Qani ketdik. Lights up, we're taking over the world. Aynan Bangkok haqida gaplashamiz, Tailand bo'yicha. Chunki o'ta o'pitim bo'lgan va o'pitda bor joyidan sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, membership, albatta. Membershipimiz вообще spiska bo'yicha, то есть anons bo'yicha 27-maygacha registratsiya qilib bo'lish kerak. Membership o'zi nima? Bu fanatlarni ishlasizlar, ya'ni sizlar fan klubga qo'shilayotgan bo'lasizlar. Unga esa pul to'lash kerak albatta. Nima qilasizlar? Birinchi bo'lib Wavers'ga kirasizlar. Wavers shop joyiga kirasizlar. Shopni bosganingizdan keyin o'sha yerda уже global membership yoziladi. USA membership bor yoki US degan Japan membershiplar bor. Ularni tegmanglar va вообще faqat global membership. Global membership tanlaganingizdan keyin hammasini to'ldirib chiqasizlar. Nima, qanaqa galochka bo'ladimi, adres, ism, familiya, hammasini pasportga to'ldiringlar. Iltimos qilaman, chunki birinchi xato qiladigan вообще fanatlarni bu pasportga o'xshatmay to'ldirgani, balki o'sha pasport bilan sizlar konsertga kirishinglar kerak bo'ladi. O'shuni esa bir xil bo'lish kerak hammasi. O'shanga iltimos, bu bilan ehtiyot bo'linglar. Zagram bo'lgani yaxshiroq. Zagram pasport bo'lsin. Chunki yashil pasportimga qiluvdim. Yaxshiyamki yashil pasportim o'zim bilan bo'lgan, o'shanga bemalol kirganman. Okay. No, Zagram pasport ham o'tadi. Hammasini to'ldirganingizdan keyin tekisma-tekis to'lov keladi. To'lov esa plus minus $20 bo'ladi. Okay. Ne jalqada. To'lov qilish uchun sizlarga Mastercard yoki Visa karta kerak bo'ladi. U ham o'zingizlarning kartangiz bo'lsin, hech qanday farqi yo'q karta olish. Главное pul to'ladinglar. Pul to'lash uchun sizlar Eximbay'ni tanlashingiz kerak, chunki ko'pchilik xato qiladi. PayPal tanlab qo'yadi, nimadir tanlaydi, keyin oxiri to'lov qila olmaydi kakiga. O'shani tanlaysizlar va to'lovni amalga oshirasizlar. Hammasini yozib tam kartalarni, ism, familiyalarni, kod 3 talik, короче, u ketdi. Tabriklayman, sizlarda уже membership bor. Lekin hammasi emas bu, chunki anons уже chiqib bo'ldi. Chunki 9-iyunda именно Bangkok yoki Jakarta boshlanadi biletlar sotuvi. 9-iyunda. Ko'pchilik 10-da bo'ylayapti. 10-da ham bo'ladi, где-то 4 kun bo'ladi, lekin membershiplar uchun 9-iyunsida. 9-iyunda sizlar registratsiya qilishingiz uchun, to есть sizlar agar misol membership olib bo'ldinglar, 9-da bilet olmoqchisizlar. Lekin sizlar bitta narsa haqida esingizdan chiqqan bo'lishi mumkin. Bu esa предрегистрация. Bu nima degani? Waver shopga kirganingizda звоночкda, уведомлениедagi kirsanglar, o'sha yerda o'zi hamma shaharlar chiqib keladi. Qaysi shaharlar bo'lishi, Aziya bo'yicha. O'sha yerda Bangkokka tanlaysizlar. Bangkokka tanlab, o'zingizlarning telefon nomeringlarni kiritasizlar va, короче, skrinshotda ko'rib turibsizlar. O'shani bosib, уже galochka chiqadi, значит, hammasi to'g'ri. O'zbek nomeri ham yozsanglar bo'ladi. Всё, tanladinglar. Bangkok, молодцы. Lekin sizlarga maslahatim faqat Bangkok emas. Balki Bangkokka bilet ola olmasanglar, sizlarni shansingiz Jakarta bo'lar, yoki Kuala Lumpur bo'lar, не знаю, yoki Filippinga borishingiz mumkin. Xohlagan o'sha Aziyada bo'lgan joyga, chunki vdруг Bangkokka ola olmadinglar, vdруг bo'lishi mumkin. Chunki bu ham xafa bo'lmasligingiz uchun baribir boshqa shaharlarni ham o'zingizga yaqinroq bo'lgan, bormoqchi bo'lgan shaharinglarni ham tanlab qo'yinglar. Menda nima bo'lgan? Menda Jakarta tanlab qo'ydim, Kuala Lumpur tanlab qo'ydim, Bangkok tanladim. Shu bilan tabriklayman. Endi kuchinglar kerak. Bo'ldi.
kutasizlar. Kutayotgan paytingizda nima qilib qo'yishinglar kerak? Zarani. Просто kutib, tam berib hayotga shu 9-yilni kirarman, o'sha saytga olarman deyish yo'q. Saytiga kirasizlar. Agar Bangkokka kelsa, bu Thai Ticket Major. Rahmat, setim o'chdi. Iyonda. Endi esa Thai Ticket Major degan saytga kiramiz. Bu Bangkokka, как бы bizani xuddi iTicketga o'xshagan narsa, но уже Bangkok versiyasi. Qancha registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Hammasini o'sha yerda постепенно to'ldirasizlar. Просто elektron pochta bilan parolinglarni eslab qolinglar, chunki bu sayt har doim sizlardan yana qayta kirishni talab qiladi. Ya'ni har kuni agar kirsanglar shu saytda o'ziga qayta sizlardan so'raveradi mana shu pochtalar bilan parollar. O'shanga обязательно eslab qolinglar va qayergadir copy paste qilib qo'yinglar. Hammasini registratsiya qilib bo'lib, to'liq qilib to'ldiringlar. Iltimos, hammasi pasport bilan bir xil bo'lsin. Пожалуйста. Har xil bo'lmasin, chunki опять-таки ko'pchilik xato qiladi. Bitta qizni bilaman, rus qizi kirishmadi, чисто потому что bilet olgan paytda o'zini ismini o'rniga membership raqamini yozib qo'ygan. Как можно было так? Oxiri qo'yishdi qizi, короче, разобраться qilib. Но всё же vaqtinglarni birinchi bo'lib, vaqtinglarni oladi. Ancha-muncha bu narsa ikkinchi bo'lib esa, stressovat qilasizlar. Это жесть, stress bo'ladi, кроево qilib o'tirasizlar. Не надо. Thai Ticketga kirganingizdan keyin постоянно BTS qidirilmasdan просто saqlab qo'yinglar. Ya'ni просто like bosib qo'yinglar, har safar sizlarga shu chiqib kelaveradi. Endi esa hammasi joyida. Birinchi bo'lib membershipinglar bor. Ikkinchi bo'lib sizlar уже registratsiya qilib bo'ldinglar. Uchinchisi esa registratsiya полный mana shu Thai Ticket Majorga o'tib bo'ldinglar. Zo'r. Endi 9-iyunni kutamiz. Sizlarga maslahat. 1 soat oldin kirasizlar. 9-iyunda membershiplar uchun продажа boshlanadi. O'zbekiston vaqti bilan soat 8 da. Sizlar esa soat 6 da turinglar, soat 7 da kiringlar. И bas shunaqa muammo bo'lishi mumkin, что восклицательный знак chiqadi, что mana sen xato qilsan, или вообще yo'q, sayt yo'qolib qoladi. Ya'ni siz undan oldin qanaqasiga? Undan oldin bemalol Thai Ticket Majorga kirib o'tdingiz-ku, o'zidan o'zi yo'q qoldi. Типа восклицательный знак kirolmayapsan deyapti. Nimaga? Chunki VPN kerak bo'ladi. Shunaqa paytda sayt просто otvoradi. Сразу VPN skachать qilinglar. Meni maslahatim Aziyani qilishinglar kerak bo'ladi VPN da, но Tailandga qilganinglar undan ham zo'rroq. O'zingizlarni kartinglarni tayyorlab qo'yinglar, yaxshilab. Shu kartinglar yoningizda bo'lsin, tekshirilgan karta bo'lsin, Visa yoki Mastercard. Uni qanaqa qilib tekshirasizlar? U kunni полностью kutib o'tirmasdan Thai Ticket Major saytiga kiringlar. Qiziqinglar, nimalar bor, nimalar yo'q. Qanaqa qilib tik qilib chiqinglar hamma narsaga, bosib chiqinglar. Tam K-pop artistga bo'ladimi yo oddiy bilmayman, orkestrning konsertiga bo'ladimi? Bosib chiqinglar, hammasini tekshirib, hammasini bitta-bittalab o'tib ko'ringlar. O'tda biletni olib ko'ringlar. Bular eng arzon bilet qanaqadir sotib olinglar-da. Eng arzon tam. Просто kartalarni tekshirish uchun men где-то qaysidir muzikalniy anaqani sotib olganman. To'ladim ham shu muzikalniy konsertga o'zim bormayman. No to'ladim, потому что, как бы kartamni tekshirish kerak. Menimcha yana shunaqa qilaman shekilli. Ishlayaptimi kartel, o'tadimi yo'qmi? Chunki kartellarni 100 marta otib borishi mumkin. Просто qabul qilmaslik mumkin. Uni ham copy paste qilib qo'yinglar. Chunki qo'lingizda terganinglar xato qilib qo'yishingiz mumkin, yana vaqt oladi sizlarga, chunki 7 minut beradi vaqt qilishingiz uchun. Hali bunga kelamiz. Xullas, uni ham tekshirib oldinglar, bilib oldinglar, saytni o'rgandinglar, yaxshilab tekshirib ko'rdinglar. Молодцы. Agar hech narsa qilmagan bo'lsanglar, bu yomon, borib qilinglar. Хоть что-то. Xullas, очередь kutasizlar. VPN yoqdinglar, и сразу sizlarni ровно 8 da qayerga o'tadi? Очередьga o'tadi. Очередь esa Thai Ticket Majorda zo'r kechdi, очередьda raqami yo'q. Misol boshqalarda очередьda san 1000 nechidirchi san deb yozsa, Thai Ticket Majorda unaqa narsa yo'q. Просто mana shuni загрузкani kutib o'tirasizlar. Da. Короче, kutasizlar. Сразу kirdinglarmi, сразу окошко ochildimi, birinchi qiladigan narsalar bu copy paste. То есть Ctrl-A, Ctrl-C именно membership raqamini. Sizlarga raqam beriladi membershipga. Birinchi qiladigan narsa bu membership raqamini ber deydi. Agar sizlar mabodo pre-registratsiya o'sha Webshopdan qilmagan bo'lsanglar, sizlarning o'sha raqaminglar bir ting bo'ladi. Так что
preregistratsiya qilinglar уже hozir. Kirdinglar, tanlashni boshlaysizlar. Всё, monitor, har bitta tochkani boshlaysizlar. Sizlarga agar vdруг bitta membershipga o'zi 4 ta bilet olish mumkin, bitta konsertga. Общий продажа esa 4-kunda bo'ladi. Общий продажada 6 ta bilet olishingiz mumkin bir kunga. No. Faqat o'zingizning nomingizga emas. Konkretno, misol uchun bitta bilet o'zingizning nomingizga bo'lsa, ikkinchi biletni o'sha kimga yotgan bo'lsa, o'shaning nomiga to'ldirish kerak. Hammasini ism familiyasini qilib, pasport bilan bir xil bo'lish kerak. Yanada aytib o'taman, bu narsani hammasi bir xil bo'lish kerak. Savol bo'lgan kimdirda, то что to'layotgan kartani anaqasi ham ism familiyasi bir xil bo'lish kerakmi? Tipo pasport bilan. Yo'q. Tipo любой karta ishlatavering, главное to'ladinglar, главное vizanglar o'tyapti. Tanlayapsizlar, pishuvroq bo'linglar, tezroq qimlash boshlanglar. Sizlarga maslahatim, telefondan kirmanglar, пожалуйста. Kompyuter bo'lsa nimaga? Birinchidan, har bitta sekund prям ценен. Juda ham har bitta sekundga muhtojsizlar. Telefonlarni kichkina tochkalarni bosguninglarcha, извините меня, har xil qo'linglar ruchka emas, har xil narsalar bosilib ketadi. Kompyuterda esa sizlar mishka bilan любой joyga tez qilib bosa olasizlar. Mishka bilan o'qib ketasizlar. Telefonda esa bo'lmaydi, неудобно. Bilmayman qanaqa qilib telefonda olish mumkin вообще. Xudoga shukr. 13 yil deganda BTS konsertida VIP joylar, o'tiradigan joylar. Rahmat kattakon, что o'tiradigan joy. Sizlar yana bilet otgan paytingizda, okey, shunaqa tochkalar bo'ladi. Undan tashqari boshqacha yo'li ham bor. Joy tanlashi, bu spiska bo'yicha. Spiskadan tanlasanglar, u tezroq bo'ladi и как бы доступныйroq bo'ladi. Пока sizlarni bu stadiondan u stadion tomoniga sakrab yurguninglarcha, u spisk sizlarga sразу chiqarib beradi. Qayerda bo'sh emas deb yozib beradi. Sразу bosasiz, sразу qilasizlar, sразу bo'lib ketadi. No, olganinglardan keyin bilasizlar, qatga tushib qoldinglar. Misol uchun, mana shunaqa bo'lganki, biz xursandmiz. Qaysidir N1mi degan joy oldik, xursandmizda, qarasak qaysi joyligini eng chetda joy ekan. Yetaka. VIP bo'lish kerak. Shuni ham bilib qo'yinglar, yodlab olinglar. Da, o'ta ko'p stadionni rasman hozir qo'yib qo'ymaslarga juda ham ko'p, lekin o'zingizlar xohlayotgan хотя бы raqami, raqamni ham eslab qolish kerak. Harfini ham eslab qolinglar, qaysi harf xohlasizlar. Lebo shunaqa qisqacha chiqib yuringlar, mana stadiondan bu stadionga, u stadiondan bu tomoniga, u tomoniga shunaqa yursanglar bo'ladi. Doesn't matter. Hammasi ham oson emas, to'g'risi, bu joyida. Chunki sizlarni joy bo'sh deydi-da, yashil ko'rsatadi, lekin bats qizil. Yo'q deydi joy. Chunki sizlardan oldin уже kimdir уже bo'ldi, shu strelga qildi. Keyin boshqa joy qidirasizlar, davom etadi shu. Хоть 5 minutda olishingiz mumkin biletni. Как повезет, хоть 1 soatdan keyin olishingiz mumkin biletni. Xullas, qaysidir qo'lingizga oxiri tushdi. Oxiri tutib oldinglar. Sразу korзинаga ketib qilasizlar, sразу o'shani to'lovini boshlaysizlar. To'lovni esa 7 minut ichida amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. BTS biletiga где-то $108 $240 no. Komissiyani ham o'zingizga hisobga olinglar. Komissiya где-то plus-minus $20-30 ustiga qo'shilishi mumkin. Imенно tayskiy anaqada sayt orqali. Plus yana sizlarda bankinglar komissiya olsa, chunki sizlar zarubejniy saytdan olganingiz uchun. To u ham yana plus komissiya. O'shanga kartalarda xohlayotgan biletinglardan ko'proq pul bo'lsin. Misol uchun VIP xohlayapsizlar $240 mi? Kartalarda хотя бы как minimum $300 bo'lsin. Minimum. Хотя maksimum xohlagancha tursin, no, как minimum $300 bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak. Даже undan ko'proq $350 deylik, kartalarda aniq bo'lishi kerak. Bitta agar oladigan bo'lsanglar. Xo'p, uni olib oldinglar, to'ladinglar, urra, поздравляю. Молодцы. Maslahatim, ikkinchi kunga harakat qilinglar. Chunki ko'pchilikni ko'rganman, что aslanshadi, что bir kunga olishdi. Ammo o'tgan safar ikkita kunga borib keldim. Bu safar esa shu 3 kunga xohlaman, agar Xudo nasib qilsa, конечно. No, 3 kunga ham xohlaman. Qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha maza qilasa bo'lmaydi. U xohlagan pulingizga qarab-da. Yana iltimos, sizlar kartani tanlayotgan paytda hozirga ko'rsataman shu videoni, o'zim qilganimni J-Hope bilan birga, J-Hope konsertiga. Именно shunaqa sxema bo'yicha tanlaylar, tam galochkalarni bosib chiqinglar. Shoshilmanglar, unaqa bo'lib ketmanglar. Sekin-sekin hammasini sekin-sekin emas, endi tipa tezroq, no, anaqa panika qilmasdan har bitta galochkani tanlaylar, chunki yana agar hozir bitta joyida yana o'chib qolsa edim. O'sha hammasini to'ldirib chiqayotgan paytingizda sizlar tanlaylarki, чтобы o'tinglar bilan olib ketishinglar uchun.
kartadan to'layman degan joyi bor. O'sha u yoqqa keyin konsertga borganda, o'sha konsert kunida o'sha onlayn biletni offlaynga almashtirib olasizlar. Sizlarga offlayn variant berishadi. Просто tak kelib, telefon ko'rsatib o'tib bilet oldim deb ko'rsatish yo'q. U yerda almashtirib olishlar kerak offlaynga, tushundinglar? И plus pasportinglarni ham olinglar o'sha kuni konsert bo'lsa. Qaytamiz. Ura, bilet oldinglar, tabriklayman. Казалось бы, qiyin, juda ham qiyinchiligi bor o'zini. No, unchalik qiyin emas, просто hammasini to'g'ri bajarish kerak va tezlikda bu narsa, bu gap tezlikda. Qanaqa qilib biletni haqiqatdan oldinglarmi yoki yo'qmi tekshirish mumkin. Albatta, просто akkauntingizga kirasizlar, o'sha yerda My Ticket deb yozilgan, o'sha My Ticketingizga kirasizlar va o'zingizlarni biletinglarni hammasini vaqt, data, qaysi joy hammasini ko'rasizlar, nech pul to'laganingiz ham yozilgan bo'ladi. Bo'ldi, shuni borib keyin o'sha konsert kuni kassaga ko'rsatasizlar, "Vot, biletni anaqasini qildim" deb, sizlarga ko'radi, pasportinglarni so'raydi, pasportinglarni berasizlar, hammasini registratsiya qilib, oxiri sizlarga konvert bilan biletinglarni beradi. Kirayotgan paytda mabodo возможно VIP bo'lsanglar, VIP zonani bejiklari bilan, narsalari bilan beradi. Agar oddiy joy oladigan bo'lsanglar, kartochkami, bilet bilan anaqa qilib kartochka beradi. Короче. Yog'i spravitsis, yog'i bir gap bo'ladi. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, albatta yozinglar kommentariyada. Javob berishga harakat qilaman-ku, lekin sizlarga maslahatim, men sizlar uchun уже давно, sizlar uchun kanalni chatlar ochib qo'yganman. Bittasi rus tilida, ikkinchisi o'zbek tilida. Hammasini opisaniyada qoldirib qo'yaman. O'sha Telegram chatda, o'sha yerda hammamiz kelinglar gaplashib, birimizga yordam beramiz. Va o'sha olgandan keyin meni niyatim borki, чтобы mana shu o'z armiylar birga yig'ilib, birga bilet sotib olib, именно Bangkokka deylik, birga bitta otelda turib va birga aylanishimizni juda ham xohlardim. Shuning uchun kimdir vdруг o'xshab qolsa, keyinchalik уже gaplashamiz. Qayerga borish, nima qilish, vaqtni qanaqa o'tkazish, hammasini sizlarga marshrutni qayerga borish yoki o'zingizga maslahat berishingiz mumkin. Hammasini gaplashib olamiz. Undan oldin esa sizlar bilet sotib olishinglar shart. Qachon agar bugun emas bo'lsa, to'g'risi harakat qilinglar. Chunki hali 5 oy oldin, 5 oy ichida agar pul bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, 5 oy ichida polni yig'ib yuringlar. Chunki orzuga so'ramno orzu har doim amalga oshishi kerak. Shuning uchun armim sizlarga omad tilab qolaman, как и себе, o'zimga ham omad tilab qolaman. Va надеюсь, birga konsertda ko'rishamiz. Nafaqat konsertda, вообще ko'rishamiz va maza qilib vaqt o'tkazamiz. Надеюсь, bu video sizlarga juda ham kerakli bo'ldi, chunki ko'p narsa hammasini aytib o'tdim, казалось бы. Asosan shu hammasini tekshirib olinglar, hammasini qilib olinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Instagramga obuna bo'linglar, u yerda ham ko'p videoroliklar joylayman, juda ham aktivman Instagramda. Har xil savollar so'raymiz, также chatga ham kiringlar, armiya bo'rimizga kelinglar, yordam beramiz. Va albatta Kresti kosmetika magaziniga ham qo'shilinglar. Xohlagan emasmi? Bor kosmetikani zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarning zakazinglarni ham kutib qolaman. Rahmat kattakon, sizlarga omad, hammaga xayr. До начнется голодные игры. Lights up, we're taking over the world.